Tracker 2 so'raganlar uchun bizda navbatdagi Tracker avtomobili 2024-yilda ishlab chiqarilgan, salondan bir qo'l haydalgan, komplektatsiya Premier Plus, bosib o'tgan masofasi, probegi 25 000 km. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan. Xohlagan odam o'zi uchun propan gaz o'rnatib olishi mumkin. Texnik holatlari ham a'lo darajada, hech qanaqa ishi, rasxodlari yo'q. 4 ta yangi charmxo balonlar taqib qo'yilgan. Mashina krugovoy tonirovkada, ruxsati 11 oy bor. Kuzovi absolyutno toza, kraska tegmagan, bo'yalmagan, qirilgan, sirilgan, pitno-mitnolari yo'q. Bemalol xohlagan ustiga tekshirtirib olishingiz mumkin. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkurat yangi holatdagi salon, plastmassalari qirilib ketmagan, sideniyalar dog' bo'lib cho'kib qolmagan, ko'jalar zo'r turibdi, rul ham ideal holatda. Premier bilan Premier Plus farqi, podogrev sideniyalar bo'ladi. Premier Plusda lyuk, panorama tom albatta mavjud. Akkuratniy, приятный salon. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 17 200 dollar. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Mashina faqat naqd pulga sotiladi. Manzil Toshkent shahar.